Asabiylashganda kuchayib ketadimi bu narsa? Asabiylashsa, hayajonlansa, bir hani anchadan beri ko'rishmagandan bilan ko'rishib qolsa. Assalomu alaykum. Men Qo'shtepa tuman Garmdon mahallasidan keldim. Kirgilida joylashgan Milliy bet klinikasiga. Ko'zim shu chap tomoni yumilib ochilardi. Hayajonlanganimda yo bir stress bo'lganda, charchaganda, uyquga yotishdan oldin, uyquga yotgan holda shu juda ham ko'p kuzatilib asabga tegardi. Shu yerda davolandim. Botulotoksin muolajasini oldik. Shundan keyingi holatim mana Xudoga shukr ancha yaxshi, o'zgarish katta. Uchishlar ancha kamaygan, endi ozgina qolgan, bu yana davom etilyapti. Mana Xudoga shukr ancha yaxshi. Shifo topdik bu yer doktorlariga, nevropatolog Yigitali Ulug'bekga, bizni qaragan bolalarga, hammalariga katta rahmat.